assalomu alaykum va hojilarni yaxshilab olib turib, endi inshaalloh umra qilishlik uchun chiqib ketyapmiz. Alloh subhanahu va taolo shunday Ramazon muborak oyda Allohning mana bunday muqaddas baytda umra amalni qilishlik uchun chaqirdi. Allohga beadad hamdlar bo'lsin. Albatta Alloh subhanahu va taolo bu baytga kelgan kishilarni mening mehmonlarim Yufur Rahman dedi. Allohning mehmonlarim va Robbimizga biz labbayk Allohumma umratan deb niyat qildik, ihrom kiydik. Umra amallarining manosiklarini bajarishlik uchun inshaalloh mana shu qadamni bosib ketyapmiz. Alloh taolo sizlarning qadamlaringizga hasanat savoblar yog'dirsin va gunohlaringizni, sayyoatlaringizni Alloh taolo afv qilsin. İnşallah Xudo xolasa hammalarimiz chiroyli umra amallari qilish uchun yaxshi niyatlar keldik. Albatta buning uchun bizga doim yo'lboshchi, ellikboshi, ya'ni amir kerak bo'ladi.